Nasosga keladigan bo'lsak, hozir mana radiator sistemasiga 1 tonna suv olyapti bu. Funksiyalari qar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi sko'risti bor. Keyin grafiklik bor. Primoy, bunaqa, короче, proporsionalniy tam anaqalarda. Hozir men qo'yganim bu постоянный. Постоянный degani постоянно david qiladi, lekin shunaqa funksiyasi bor. Расход bo'lmasa, nasos sko'ristini pasaytirib, расходini pasaytiradi. Hozir mana men yopayapman. Chap tarafni yopdim. 0.6 ga tushdi mana расходi. Endi o'ng tarafni yopaman. 0 ga tushdi mana. Yo'q расход. Yana ochaman. Расход ketdi. Batareykalar. Bu funksiya постоянно david qiladi.